Assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsizlar. Tushda ishxonadagi xo'jayinni ko'rish nimani anglatadi? Shu haqida sizlarga tushlarni ta'birini qilib bermoqchiman. Va azizlar, ko'pchilik so'raydi, Telegram kanalimni, ya'ni Telegramimni so'rashadi. Telegramimni shu izohlarda qoldiraman. Agar o'zingizlar alohida tushinglarni so'ramoqchi bo'lsanglar, shu Telegramdan yozishinglar mumkin. Azizlar, agar tushingizda xo'jayinni ko'rgan bo'lsangiz, ishxonangizdagi xo'jayiningizni ko'rish ishxonangizda ishlaringizni ko'payishini, ba'zi masalalarda shoshilmasligingiz kerakligini anglatadi. Xo'jayingiz bilan gap talashib qolganingizni agar ko'rsangiz, sherikchilik ishga yoki xayrli ish boshlashingizga yoki ishlaringizni yurishiga, yo'llaringizni ochilishiga ishora qiladi. Xo'jayiningizdan gap eshitganingizni agar ko'rgan bo'lsangiz, kutilmagan joylardan foydalar ko'rishingizga ishora qiladi. Agar o'zingizni xo'jayin ekanligingizni ko'rgan bo'lsangiz, bunaqa tush ogohlantiruvchi tushlarga kiradi. Sizni bu yerda bir xatar bo'lishi mumkin, ogoh bo'lasiz. Yaqin kunlarda qiyinchilik, muammoli kunlarga kirishingiz mumkinligini anglatadi siz uchun. Shuning uchun hozirdan harakat qilib, ehtiyotingizni qilishingiz kerakligini anglatadi. Juda ham hushyor bo'lishingiz kerakligini anglatadi. Nima ish qilmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingizni hayotingizda qadamlaringizni o'ylab, o'lchab bosishingiz kerakligini bildiradi. Agar o'zingizni bir ishxonada, bir joyda xo'jayin sifatida ko'rgan bo'lsangiz tushingizda. Agar xo'jayiningiz bilan bir joyda o'tirganingizni ko'rgan bo'lsangiz, bir ish boshlamoqchi bo'lsangiz, hozircha kutishingiz kerakligini, shoshmasligingiz, ba'zi ishlaringizni yo'liga tushishi kerakligini, buning uchun vaqt kerakligini anglatadi. Agar tushingizda xo'jayiningiz sizni yuzingizga urganini yoki bo'lmasam mushtlaganini, musht bilan urganini ko'rgan bo'lsangiz yoki tepganini ko'rgan bo'lsangiz, sizga katta yordam, foyda kelishini, sizga so'z bergan insonlar bo'lsa agar, biron bir narsani va'da qilgan insonlar bo'lsa, albatta va'dalarida turishlarini anglatadi. Xo'jayiningiz sizdan bir narsa so'raganini ko'rgan bo'lsangiz, xudo xolasa bunaqa tush atrofingizdagi ba'zi insonlardan foyda ko'rishingizni, siz ham ba'zi insonlarga yordamingizni ayamasligingiz kerakligini, kimdir sizdan bir masalada yordam kutayotgan bo'lsa, yordam berishingiz kerakligini ishora qiladi. Azizlar, bu xo'jayin ko'rish обязательно bir joyda ishlaydigan insonlar ko'rmaydi. Masalan, ishlamasangiz ham tushingizda bir joyda ishlab, shu ishxonangizda xo'jayin ko'rishingiz mumkin. Shunaqalarga ham tegishli. Agar tushingizda ishxonangizda xo'jayiningiz sizga oylik berayotgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling, chunki ishxonangizda siz bilan aloqali ba'zi gap so'zlarni, g'iybat, qanaqadir muammo bo'lishini anglatadi. Ishxonangizda biron kishi siz haqingizda g'iybat gap, qanaqadir muammolar bo'lsa, siz aralashmasligingiz kerakligini, ishxonangizda ish do'stlaringiz bilan yangi narsa xohlashsa, ishxonangiz bilan aloqali masalan, davay oyligimizni oshirsin deb qandaydir g'alva chiqarishni xohlasalar, siz aslo aralashmasligingiz kerakligini anglatadi. Chunki o'zimizning tilda aytganda baloga siz qolib ketishingiz mumkinligini bildiradi. Agar tushingizda xo'jayiningiz pul berdi va siz uni qo'lingizga olganingizni, bu pulni agar dasta holatda ko'rsangiz, gap so'z, muammo bo'lishi mumkin, lekin bu muammodan zarar ko'rmasligingizni bildiradi. Lekin pul mayda pul bo'lsa, tanga yoki aralash mayda mana bunaqa 5000, 3000 mana shunaqa kam pullar, mayda pullar bo'lsa va olganingizni ko'rgan bo'lsangiz, bu gap so'z siz haqingizda g'iybatni o'sha chiqqanini, muammo yashashingiz mumkinligini bildiradi. Hushyor bo'lasiz. Agar tushingizda xo'jayiningizni uyingizga kelganini ko'rgan bo'lsangiz, uyingizga mehmon kelishini va ayni paytda yaxshi vaqt o'tkazishingizni, ba'zi masalalarda sizga yo'l yo'riq ko'rsatadigan bir inson, ya'ni kelishini va o'sha insonni foydasini tegishini, miyangizdagi savollarga javob topishingizga ishora qiladi. Agar tushingizda xo'jayiningizga choy berganingizni ko'rgan bo'lsangiz, bu xo'jayiningiz sizni hurmat qilishini, sizni o'ziga yaqin ko'rishini, do'stdek ko'rishiga ishora qiladi, ya'ni oranglarni yaxshi bo'lishiga ishora qiladi. Agar tushingizda xo'jayiningizga kofe berganingizni ko'rgan bo'lsangiz, xo'jayiningiz sizga bir sirini aytishiga ishora. Agar xo'jayiningiz bilan kofe birgalikda ichganingizni ko'rgan bo'lsangiz, xo'jayiningiz sizga ishongan holda ba'zi masalalarda ish gaplashishini, rejalarini aytishini va sizni mansabingizni ko'tarishini, o'ziga yaqin yordamchi qilishiga ham ishora qiladi.
Agar xo'jayiningizga suv berganingizni ko'rgan bo'lsangiz, har doim xo'jayiningizni yonida bo'lishingizga, ishingizni yaxshi yurishiga va keyinchalik xo'jayiningiz bilan birga yaxshi ishlar qilib, foyda, daromadingizni ortishiga ishora qiladi. Agar tushingizda xo'jayiningiz bilan birga ovqatlanganingizni ko'rgan bo'lsangiz, inshaalloh xo'jayiningizni sizga bir hadyasi borligini yoki sizga katta yaxshilik qilishiga ishora qiladi. Agar ishxonangizda qanaqadir muammo bo'lib, sizga haqsizlik qilingan bo'lsa, sizni oqlanishingizni ishora qiladi. Balki bu ishni ishxonangiz bilan yoki o'zingizni oilangiz ichida bo'lishi ham mumkin. Qaysi holatda bo'lsa ham yoki qaysi mavzuda haqsizlik ko'rgan bo'lsangiz, sizni oqlanishingizni anglatadi. Agar tushingizda xo'jayiningiz bilan bitta mashinaga minganingizni ko'rgan bo'lsangiz, Xudo xolasa yoz oyida xo'jayiningiz bilan bir marosimga borishingizni anglatadi. Agar tushingizda xo'jayiningiz va oilasi bilan birgalikda sizni uyingizda o'tirganingizni ko'rgan bo'lsangiz, molingizni ortishini, boylikka chiqishingizni, mashina yoki uy olishingizga inshaalloh ishora. Agar turmush qurmagan bo'lsangiz, xayrli oila qurishingizga va yoshingiz katta bo'lgan sari moddiy taraflama holatingizni ham yaxshi bo'lishiga ishora qiladi. Agar tushingizda xo'jayiningiz bilan ishxonada birga ish qilayotganingizni ko'rgan bo'lsangiz, xo'jayiningizni sizga judayam ishonishini bildiradi. Xo'jayiningiz agar kostyum shimda ko'rgan bo'lsangiz, xo'jayiningizni sizga nisbatan samimiy ekanligini, agar xo'jayiningiz sizga berishi kerak bo'lgan puli bo'lsa, bu pulni olishingizni ham ishora qiladi azizlar. Shubha qilmasligingiz kerakligini bildiradi. Agar tushingizda shu kostyum shimda xo'jayiningizni ko'rdingiz-u, kostyum shimni rangi oq yoki bo'lmasa qanaqadir ochiq rang bo'lsa, yoz oyida yoki bahorda bu pulni olishingizni. Agar kiyingan kiyimi qalin kostyum shim yoki bo'lmasam palto, kurtka shunga o'xshagan narsa bo'lsa, qalinroq narsa bo'lsa, bu haqqingizni inshaalloh kuz yoki bo'lmasam qish oylarida olishingizga ishora qiladi. Agar tushingizda xo'jayiningiz bilan ishxonada ba'zi muammolar yoki bo'lmasam qanaqadir g'alvalar bo'layotgan holda agar tushingizda ko'rsangiz, ishxonada ba'zi bir ishchilarni ishdan ya'ni haydalishlariga ishora qiladi, ba'zi muammolar bo'lishiga ishora qiladi, lekin siz ishdan ketmasligingizni anglatadi. Ya'ni siz haydalmaysiz, lekin ishxonangizda ba'zi insonlar ishdan haydalishini anglatadi azizlar. Hozircha shu xo'jayin bilan aloqali. Har doim chiroyli, xayrli tushlar ko'ringlar. Allohga omonat bo'linglar.